uni jinnixonaga olib bordilar. U kishi Xachir quvur ichiga kirib ketdi. Hozir u quvur ichida deyaverdi. Avval uni ahmoqlardan biri deb urdilar. Keyin aqlli xushli odamga o'xshaysan, quvurda Xachir yo'q degin qutulasan dedilar. So'ng Xachir qayerda deb so'rasalar, quvurda Xachir yo'q deb javob berdi-da, u yerdan qutulib chiqdi. U odam yana buloq oldiga bordi-da, quvur ichiga qarasa shayton tilini ko'rsatibdi. Xachir mana bu yerda debdi u odam. Uni yana ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib boribdilar. Urib ta'zirini berishdi. Quvurda Xachir yo'q, bu gapingdan kech debdilar. Xachir qayerda deb so'raganlarida Xachir yo'q deb u odam yana qutulibdi. Yana buloq oldiga boribdi. Qarasa shayton yana tilini ko'rsatib, u odam bilaman, sen shu quvur ichidasan, lekin endi hech kimga aytmayman debdi. Izoh va o'git. Bu hikoyani o'qiganda oynai jahon ko'z o'ngimga keladi. Uylarimiz to'riga e'zozlab pardali bir oyna qo'yib qo'yganmiz. Xachir quvur ichidan tilini ko'rsatgani kabi bizning xonamizdagi parda ortidan oynai jahondan birov darhol chiqib keladi. Bizlar ham oynai jahonda sayr etamiz, nafas olmay tomosha qilamiz. U odam quvurga kirgan Xachirga aylangan shaytonga qaragani kabi hayajon ila oynai jahonga qarab huzurlanamiz. Oynai jahonda hatto xotinlarning bola tug'ishlari, uni erkak va ayol nazorat etishini ochiq namoyish etadilar. Buni yosh bolalar ham ko'rib o'tiradi. Ayb hayo degan atamaning dunyoda borligidan bexabarlar. Bu aziz millatning farzandlariga afsuski hayo degan narsani o'rgatmaydilar. 176-hikoya. Yaxshi fe'lli xotinlar do'stlariga muborak bo'lsin. Qozi Shurayh tobiinlardan Shobiy hazratlariga shunday nasihat berdi. Ey Shobiy, agar uylansang, Bani Tamim qabilasidagi bir qizga uylan. Ular qizlarga yaxshi tarbiya berishadi. Shobiy qayerdan bilasan deb so'radi. Qozi Shurayh tushuntirdi. Yosh va bekorchilik paytlarimda Bani Tamim qabilasi tomonga borgan edim. Qaytib kelayotib qari bir ayol bilan yosh qiz o'tirishganini ko'rdim. Qiz g'oyatda chiroyli, latofatli ko'rinar edi. Qizni yaqinroqdan ko'rmoq uchun suv ichish bahonasida ularning oldiga borib suv so'radim. Ayol qizga suv olib kelishni buyurdi. Suv ichgach ul xotindan bu qiz kimning qizi, ismi nima deb so'radim. Keksa ayol bu qiz Xudoyorning qizidir, ismi Zaynab dedi. Turmushga chiqqanmi? Yo'q, turmush qurmagan. Allohning amri ila menga berasizmi? Kuyov bo'ladigan bo'lsang, so'rab surishtirib, loyiq bo'lsang beramiz dedi. U yerdan uyimga keldim. Qizni ko'rgim keldi. Unga uylanishni ixtiyor etdim. Qarindoshlarimdan birini olib, qizning amakisi oldiga bordik va maqsadimizni aytdik. U yerda qizni surishtirdik. U senga munosib dedilar. Nikoh bo'lgandan keyin Bani Tamim qabilasining ayollari qanday ekanligini yaxshi bilmayman. Boshqa muhit, boshqa qabila odamlarimiz deb chin dilimdan pushaymon bo'ldim. Lekin hech kimga aytmay oxiri baxayr bo'lar deb kutdim. Uylandim, kelinni olib keldik. Kechasi qiz menga, "Afandim, bu oqshom kuyov 2 rakat namoz o'qish kerak. Alloh rizosi uchun o'qiladigan bu namozdan keyin kelinning xayrli va baxtli bo'lishini tilashi, Janobi Haqdan ezguliklar, barokat, niyoz etmog'ini tilashi sunnatdir" dedi. Xo'p, mayli deb 2 rakat namoz o'qidim. Salomdan keyin qarasam, u ham namoz o'qimoqda. Namozlarimizni o'qib bo'lgach qiz menga bunday dedi: "Afandim, men sahroy bir muhitning qiziman. Siz esa boshqa muhitda tarbiya topgansiz. Taqdir bizni birlashtirdi. Sizga o'z muhitingizdan bir qiz, menga esa o'z qabilamdan bir yigit topilar edi. Ammo taqdiri ilohiy shunday ekan, bir-birimizning fe'l-atvorimiz va axloqimizni bilmaganimiz holda taqdir hukmi bilan oila qurdik. Sizdan iltimosim, yaxshi ko'riladiganingiz va mamnun bo'ladiganingiz narsalarni menga aytib qo'ysangiz. Sizning istagingizga mos xizmat qilaman. Yoqtirmaydigan va xush ko'rmaydigan hollarni ham aytib qo'ying, toki men ulardan saqlanay. Shundan keyin siz menga lutf etib muloyim fe'lli bo'ling. Men ham sizga xotinlik vazifalarimni o'rniga qo'ymoq uchun astoydil harakat qilay. Agar men o'z vazifamni bajarmay, tamballik va itoatsizlik qilsam, meni otamning uyiga qaytarib yuborishingiz mumkin. Buning uchun hech xafa bo'lmayman. Boshga tushganni ko'z ko'rar, boshga tushsa yig'lamas deydilar. Men sizdan shularni iltimos qilaman. Janobi Haqdan bir-birimiz uchun xayrli va barokatli turmush qurishimizni tilayman. Islomiy bir oila hayoti ila yashamog'imiz uchun duo qilaman. Men, xonim, sen menga shunday bir purma'no so'zlar aytdingki, agar aytganlaringni ado etsang, meni toley baland va baxtiyor etasan. Agar so'zingda turmasang, ahvol boshqacha bo'ladi. Men ushbularni istayman. Bunday narsalarni sevaman, undaylarni yoqtirmayman. Men orzu qilganlarimni ado et, xush ko'rmaganlarimni yashir ko'rsatma.
Qiz qarindoshlarimning kelib ketishlarini xohlaysizmi? Men uzoq turmaslik sharti bilan mayli, lekin tez-tez kelishini xohlayman. Qiz qo'shnilarimdan kimlar kirib chiqa oladi? Xohlamaganingiz bilan ko'rishmayman. Men falon qo'shnilar chiqishi mumkin, ular nomusli va dindor odamlardir. Falon kimsalarni xohlamayman, ularning hayoti yaxshi emas, islomiy emas. Undaylarning uyimizga kelishlari yaxshilik keltirmaydi. Bunday mezonlar bilan qurilgan oila qisqa vaqt ichida bir jannatiy xonadon bo'ladi. Biror yil o'tgach, bir kun uyimga kelsam, bir keksa ayol mehmon bo'lib o'tirgan edi. U uy sohibasiga qizim bunday qil, unday qilma deb nasihat qilar edi. Men xotinimdan bu kim deb so'radim. Xotin qaynonangiz dedi. Men qaynonamning qo'lini o'pib hurmat va ehtirom ko'rsatdim. Keksa ayol xotiningdan mamnunmisan deb so'radi. Men juda mamnunman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi farzand yetishtiribsiz. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Nihoyatda mamnunman dedim. Bunga javoban qaynona, men uni jannatday oila go'shasida o'stirganman o'g'lim. Ayolning badfelligidan Alloh saqlasin. Qarindoshlarimiz sizni ko'rgani kelishmoqchi. Qachon kelishsin deb so'radi. Men istagan kunlari kelishsin. Uyimning to'ri ularniki dedim. Qaynona har yili bir marta kelib nasihatlar qilib ketar ekan. Qozi Shurayh u xonim bilan rosa 20 yil turmush qurdi. Bu vaqt ichida xotinining birorta aybini ko'rmadi. Ularning bir qo'shnilari bor edi. Uy sohibining xotini badfel, tarbiya ko'rmagan bo'lib, uylarda har kuni g'avg'o va janjal bo'lardi. Ularning holini ko'rgan Qozi Shurayh o'zining suyukli xonimi Zaynab sharafiga uni madh etib bunday deb yozgan ekan. Zavjalar içinde Zeynabim tanho, qo'lim sinsin unga ko'tarsam goho, adolatsizlikdir beayib urmoq, Zeynabimga munosib mat etib turmoq, xotinlar ichidan u bir quyoshdir, boshqa barcha xotinlar yulduzga eshdir. Quyoshning yonida yulduzlar uchar, erkak saodati uyida bo'lar. Zaynab itoatli, Zaynab sodiqdir, unga tayoq emas madhiya haqdir. Mana shunday fe'li go'zal, tarbiyasi go'zal ayollarning vafotlaridan keyin ham yaxshiliklari madh etilib she'rlar yoziladi. Kitoblarda o'rnak qilib ko'rsatiladilar, xayrli duo qilinadi. Izoh va o'git. Ey uyda jannat misoli huzur istagan. Bu hikoyada shunday bir o'gitlar borki, ular bir insonning uyini jannat misoli huzur manbai qila oladilar. Payg'ambar alayhisalom musulmonning uyi jannat bog'idan bir bog'chadir demişlar. Shuning uchun Qozi Shurayhning qaynonasi qizini jannatda o'stirdim degani shu hadisga ishoradir. Uyingni jannat bog'chasi etsang, farzandingni gul kabi parvarishlaysan. Ko'rinishi go'zal bo'lgani uchun emas, fe'li go'zal, axloqi yaxshi bo'lgani uchun ayol e'zozlanadi. Chunki mol dunyo tugaydi, go'zallik o'tib ketadi. Qizlarning onalari, qarindosh urug'lari bu hikoyani o'qib ibrat olmoqliklari zarur. Ammo 21-asr mezoni bunga to'g'ri kelmas. Bo'lajak kelin boy, bo'yalgan, tuzangan bo'lsa bo'ldi. Qiz olinayotganda oilasining dini va axloqi yashash tarzi o'rganilishi kerak. Qo'ni-qo'shnilarning so'zlari e'tiborga olinishi zarur. Bu ko'rinishi chiroyli qo'shnilardan emas, balki dini axloqi bor odamlardan so'raladi. Qiz beruvchi ham kuyovning dini axloqini bilish kerak. Bu ishlarda yolg'on ishlatilmasligi lozim. Umuman islomda yolg'on ishlatib bo'lmaydi. Bu ishda esa ayniqsa yolg'on bo'lmasligi kerak. Chunki shu yo'l bilan islomga xizmat etuvchi o'g'illar, qizlar yetishadilar. Sevgili Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarata axlatxonada bitgan guldan ehtiyot bo'ling deganlar. Ashob, axlatxonada bitgan gul qanday gul, yo Rasululloh dedilar. Payg'ambar alayhisalom yomon muhitda, islomiy tarbiyadan uzoq, axloqsiz bir oilada yetishgan go'zal ayol deb marhamat qildilar. 177-hikoya. Dindor qiz insonni mas'ud etadi. Imom Muhammad hazratlari o'g'illariga falon odamning 2 qizi bor. Biri juda go'zal, boshqasi o'rtacha. Sizga qaysi birini so'rayin? Bu 2 qizdan qaysi birini munosib ko'rasiz dedilar. Buyuk Imom Hazrat Ahmad ibn Hanbal dinni qaysi biri yaxshiroq biladi deb so'radi. O'rtacha go'zallikdagisi dinni juda yaxshi biladi. Diniy hayot kechiradi, din amrlarini ado etadi deb javob berdilar Hazrat Hanbal. Hazrat Imom Ahmad ibn Hanbal unday bo'lsa dinni yaxshi bilganini menga nikoh eting. Dindor bo'lganini istayman. Chunki u insonni mas'ud etadi. Dindor bo'lmagani havoyi va nafsoniy istaklarining asiridir. Johillar qancha go'zal bo'lsalar ham xonadonga xayr kelmaydi deb dindor qizni munosib ko'ribdi. Izoh va o'git. Hazrat Imom bu qissada dindor, iymonli ayolning eri va oila a'zolarining muhabbatini qozonishi, o'zining vazifalarini jon dili bilan ado etishini anglatmoqda.
dinini bilgan erining ko'nglini oladi. Dinini bilgan kattalarga hurmatda, kichkinalarga marhamatli bo'ladi. Iymonsiz johil xonimlar inson boshiga balo bo'lib, butun oila a'zolari xuddi jahannamga tushgan